oling hozir. Ikkinchi kattasi qilamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, hammaning ishiga rivoj, hammaga omad. Assalomu alaykum, hurmatli quroldosh akaxonlar. Mana bugun Jo'rabek Botirjonlardan, viloyatlardan, qo'shni davlatlardan yig'ilibmiz. Mana shu fursatdan foydalanib hammalaringga rahmatlar aytaman. Mana bugungi tabarruk uchrashuv, diydor shirin uchrashuvlarda ko'rishganimizdan g'oyatda xursandman. Men 1971-yil 3-fevralda tug'ilganman. Qirg'iziston Batken oblasi, toza havo dardga davo, jannat makon, Qirg'izistondan. 1989-1991-yillari Setxayn shahrida 316-polk 758 motostrelkoviy zimitli polkda xizmat qilganman. Palovaya pochta aytdim. Hammalaringga xullas rahmat, tashakkur kelganlaring uchun. Oramizdan bevaqt o'lim tufayli erta ketgan quroldosh akaxonlarimiz, Andijondan Komiljon aka, Qo'qondan Muzaffar aka, xo'sh, Xorazmdan Ahmadjon aka, Saydullo aka Urganchdan. Xullas, ba'zi akaxonlarimiz esidan chiqib qoldi. Ularni o'tganlarni oxiratlarini obod qilsin, oila a'zolariga sabr, toqat, tinchlik, omonlik qo'yilgan umrini onaxonlarimizga bergan bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Diydor shu uchrashuvlarda yana bir bor ko'rishguncha. Hammalarga salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Uzoq yaqinda kelgan mehmonlar. Alaykum, xormanglar. Xush kelibsizlar. Men salomat bo'linglar. O'zga shahardaman. 1970-yil tug'ilganman. 1988-90-yillar Guchtok poligonida 290-arti brigadada xizmat qilganman. 35-636 palovay pochta. Oxirgi 6 oyimiz 385-arti brigada Magdabur poligonida flanken degan yerda 11-526 palovay pochta. Keyin bizlar xizmat qilgan bo'lsa, shularni topishga yordam bersanglar, top degancha buncha ikkitasidan Alloh rozi bo'lsin, kam bo'lmanglar. Azizlar, diqqat qilib turamiz, yangi qo'shilgan bizning qadrdorimizlar bugun bir ilk bor qatnashyaptilar. Iltimos, balki oranglarda bularni xizmat qilgan qadrdonlar chiqib qolar. Chunki 100 tani bo'lmaydi-ku, haliga hamma yoshimiz katta bo'lib qolgan. Assalomu alaykum. Men 1970-yil 20-iyunda tug'ilganman. 1988-90-yil Germaniyani birinchi xizmat qilgan joyim Gardileyin. 6 oy yerda xizmat qildim. Undan keyin Ravensburg shahrida xizmat qildim. Palovay pochta 47-245. Qobiljon Azizoxonovdan. Hammalarga rahmat. Taniganlar iltimos keyingi safar ham topishib qo'yaylik. Şeyda bo'lsalar yana qadrlashib qo'yaylik. Yaxshi niyatlar bilan shu davramizga hali ketdinglar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Boraman har yuz davo istam Ali umri kami hasratam bo'lgan azob istam
necha yurdim adashib to'g'ri yo'ldan Slava Kesavaga. tutib bilgimni yo'lga solsa deb bir rahnamo'sdan Ketlar. Tartamay hozir. Elimda bir to'la ko'y bor. bormikan hastay mayus jahonda hojatiga topmagay hargiz Qolganlar o'zingizlar anganchasiga nastroyga qilib turaveringlar. Isimdan chiqib qoldi, familiyasi ismi. Boyxon. Boy. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Hammalar yaxshi bo'lgan. Vaziyatda mexanik bo'lsa, rexling degan joyda batalon so'yas, juda chiroyli, yaxshi ekan. Mana mehmonlar rahmat sizlarga. Farg'onadan mana Namangandan kelgan Farg'onada Ruslandan aka muhojir boshchiligida Xolboyev kelibsizlar. Rahmat mana O'sh Qirg'izistondan kelgan O'zgandan keldi mana Sobirjon birodarjon Ruslanjonlar barchalaring rahmat, qadamlaring qutlug' bo'lsin. Shunaqangi yig'ilishlar ko'p bo'lsin. Yuribmiz. Hammalarga rahmat. Atilar bir aytmadim. Nimaga desanglar ko'plarning atini bilmayman, haliga xafa bo'lib qolasizlar.
Shuning uchun hammalarga rahmat kelganinglar uchun. Mana hamisha qachon kelsalar eshigimiz ochiq. Mana aka-ukalar bo'lib yuribmiz. Qandashdan ham ziyoda bo'lib yuribmiz. Mana telegramlarda chiqyapti. Xursand bo'lib Ruslomjon Sattarov. Bu qarindosh urug'dan ham ziyoda bo'lib yuribmiz. Ey rahmat sizlarga deb yaxshi gaplarni aytib chiqdi bir nimasida. Rahmat sizlarga mana aka-ukalardan ham ziyoda bo'lib yuribmiz. Kelganinglar uchun ming bora rahmat. Yana keyingi uchrashuvlarda ham mana shunaqa bardavom bo'lib uchrashib, aka-uka bo'lib yuraveraylik. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Oila a'zolaringlarga Anjan Xo'javoddan salom aytinglar. Salomat. Men xizmat qilganimda bitta o'zbek Xorazmdan bo'lgan. Bitta o'zbek men Asakadan bo'lgan. Mana adminlarimiz Ma'murjon Salimov, Maqsudjon, rahmat bularga tashkil qilib gruppamizni baxtiga, oilasini baxtiga sog' salomat yursin, umrlarga umr, rizqlarga rizq qo'shsin Allohim. Rahmat. Men ashu quroldoshim tojik ham, qirg'iz ham, boshqa ham haligi nima bo'lmaganda, endi faqat rus bo'lgan. Shu Maqsudjonga doim namozlarni ham, boshqa yerlarda ham duo qilaman. Ko'p yig'inlarda hali quvonib, xursand bo'lib Maqsudjon to'g'risida gapiraman. Maqsud Begimjon hoji aka. Shu odam meni shu bitta o'zbek quroldoshim bilan 53 yil o'tgandan keyin meni ko'rishtirdi. Men Xorazmga bordim. Shu odamlar kutib oldi. Qarang, rahmat, bunaqa odamlar ko'p bo'lsin. Jamiyatimizda, hayotimizda shunaqa odamlarga, yaxshi odamlarga hammamiz ham ro'para qilsin. Umri uzoq bo'lsin. Shunda ko'rishganimda ko'zimga yosh keldi. Bu Maqsudjonni qilgan ishi umrimni oxirigacha yodimda bo'ladi. Yodimdan chiqarmayman. Rahmat sizga. Bor bo'ling. Uzoq yillar meni 100 ga kelganingizda ham, 105 ga kelganingizda ham men sizni tabriklash menga ham nasib qilsin. Amin. O'zi bir chasda ikkita o'zbek ekan. Bittasi Xorazmda, bittasi Andijonda ekan. Shu topishdi bola 53 yil deganda. Qarang, rahmat. Mana sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqangi yig'ilishlarimiz, gruppalarimiz bardavom bo'lsin. Doim bir-birlarimizni axtarib turish nasib qilsin hammalarimizga. Rahmat sizlarga.